O'zbekistonda elektrotexnika sohasida malakali muhandis-texnologlarni tayyorlash bugungi kun uchun juda dolzarb. Prezidentimizning elektrotexnika sanoatini rivojlantirishni yangi bosqichga olib chiqishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda sohada malakali mutaxassislar qamrovini oshirish, yoshlarni talab yuqori bo'lgan kasblarga o'qitish belgilangan edi. Bu borada amalga oshirilayotgan ishlar xususida navbatdagi lavhamizda batafsil so'z yuritiladi. Elektrotexnika sanoati bugun mamlakatimizning yirik mahalliy sanoat tarmoqlaridan biriga aylandi. Sohaga e'tibor natijasida ishlab chiqarish hajmi 2 barobarga, eksport esa 7 barobarga oshib, uning geografiyasi 63 ta davlatga yetdi. Yana bir muhim raqam, o'tgan yilda 31 trillion so'mlik elektrotexnika mahsulotlari ishlab chiqarilgan bo'lsa, joriy yilda bu ko'rsatkichni 43 trillion so'mga yetkazish va eksportni 1,2 milliard dollardan 1,7 milliard dollarga oshirish maqsad qilingan. Bunda eng muhim talablardan biri bu sohada malakali mutaxassislarni tayyorlash. Prezident qarori bilan aynan O'zeltex sanoat uyushmasida shunday malakali mutaxassislarni tayyorlaydigan markaz tashkil etilib, o'z faoliyatini boshladi. Yangi mahsulotlar ishlab chiqarish, soha uchun muhandis-texnologlarni tayyorlash, umuman yoshlarni ayni yo'nalishda daromadli kasblarga o'qitish maqsadida tashkil etilgan markaz o'rta ta'lim, oliy ta'lim va sohada faoliyat olib borayotgan yoki shu sohaga qiziqishi borlarni yuqori malakali kadr qilib tayyorlashda katta maktab hisoblanadi. Markazning siz ko'rib turgan ushbu xonasi maishiy texnika yo'nalishida mutaxassislarni tayyorlashga mo'ljallangan va ayni paytda bu yerda o'rta ta'lim, texnikum o'quvchilari dual ta'lim asosida o'zlarining amaliy mashg'ulotlarini olib bormoqda. Bu markazda bizning yutuq taraflarimizdan bittasi, o'quvchi birinchi kursga o'quvchi qabul qilingandan boshlab amaliyotlar bilan shug'ullanadi. Ya'ni nazariy olgan bilimlarini bevosita amaliyotda ham qo'llanishi mumkin. Ya'ni bu xonamizdagi hamma qurilmalar o'zimizning mahalliy korxonalarimizda ishlab chiqarilgan qurilmalar bo'lib, mana shu qurilmalar orqali ularni ta'mirlash, ularga xizmat ko'rsatish ishlari amalga oshiriladi. Bilimlar yana ham rivojlanib borish natijasida xuddi shu turdagi mahsulotlarni yana ham mukammallashtirish, rivojlantirish ustida ham ishlar olib borishadi. Yashil energetikada mintaqada hubga aylanib borayotgan O'zbekiston bugun mutaxassis kadrlar tayyorlashda ham katta qadam tashlagan. Aynan ushbu markazda yurtimizning har bir hududidan kelgan yoshlar bilan birga qo'shni davlatlardan ham tinglovchilar kelib, o'zlarining bilim va tajribalarini oshirib ketmoqda. Ushbu markazda o'qish tashkil etilganiga hali 2 oy bo'lmasligiga qaramasdan qo'shni mamlakatlardan, jumladan mana Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston mamlakatlaridan tashrif buyurgan tinglovchilar bugun o'qib, o'zlarining faoliyatlarini olib borishga erishyapti. Va albatta yaxshi quvonarli hol o'sha O'zbekistonni yashil energetika bo'yicha Markaziy Osiyoda bir yagona bir hubga aylantirish yo'lida qo'yilayotgan qadamning amaliy ifodasi deb bilamiz. Markazda elektrotexnika sanoatidagi yangi bilim va tajribalarni o'rganish uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan. Markazda oliy ta'lim bilan ham hamkorlik yo'lga qo'yilgan, ya'ni bu yerda Toshkent davlat texnika universitetining kafedrasi tashkil etilgan. Unda aynan mazkur oliy ta'lim muassasasi talabalari o'zlarining amaliy mashg'ulotlarini olib boradi. Ushbu kafedra filialida kafedraning yetakchi professor o'qituvchilar hamda ishlab chiqarish korxonalari tomonidan jalb etilgan yetakchi mutaxassislar tomonidan mikrokontrollerlarni dasturlash, mantiqiy dasturlanadigan mikrokontrollerlar, kuchli elektron qurilmalar, yorug'lik texnikasi hamda yarim o'tkazgichlarda optik va fotoelektrik hodisalar fanlaridan amaliy mashg'ulotlar olib borilmoqda. Talabalarimiz amaliy mashg'ulotlar jarayonida nafaqat o'zining olgan nazariy bilimlarini mustahkamlash, shu bilan bir qatorda ishlab chiqarish jarayonlarini ham to'g'ridan to'g'ri kuzatib va ishlab chiqarish jarayonlariga ham ishtirok etishmoqda. Shuningdek, markazda muhim yo'nalish yashil energetika sohasida mutaxassislarni tayyorlash bo'yicha maxsus kurslar tashkil etilgan bo'lib, unda o'z sohasining salohiyatli ustozlari ta'lim berib kelmoqda. Davlat rahbari tashabbusini qo'llab-quvvatlash maqsadida kurs ochganmiz. Bu malaka oshirish kursi. Biz 5-guruhni tugatdik. Guruhlarga ham nazariy ham amaliy bilimlar berilyapti. O'sha biz o'zimiz amaliyotda ko'rgan bilimlarni, nazariy xalqaro standartlar, respublika standartlarini o'rgatyapmiz va uyushma huzuridagi kompaniyalarda o'rnatilayotgan fotoelektrik stansiyalarni olib boramiz. O'sha yerda o'zlari yig'ib o'rnatib, ularni amaliyotda sinab ko'rishadi. Markazda tahsil olgan yoshlarga maxsus sertifikatlar beriladi. Elektrotexnika, xususan muqobil energiya sohasida xizmat ko'rsatish yo'nalishida kurslarni muvaffaqiyatli tamomlagan shunday o'quvchilar endilikda o'zlarining faoliyatini korxona va tashkilotlarda davom ettiradi.
Yashil energiyani rivojlantirish bo'yicha yanada o'zimizning bilimimizni oshirish maqsadida mana shu Eltachi o'quv markaziga tashrif buyurib, o'quv markazida sertifikatlar bilan taqdirlandik. O'z bilimimizni yanada oshirdik desak ham bo'ladi. Bu yerda sohalar ko'p ekan. IT bo'yicha, elektronika bo'yicha hamma yo'nalishlar bor ekan. Misol uchun kelgan paytimiz bilim darajamiz past edi. Elektrika bo'yicha tushunchamiz bor edi, lekin muqobil energiya, yashil energiya bo'yicha tushunchamiz yo'q edi. Mana shu yerga kelib ko'p ma'lumotlarga ega bo'ldik. Muhtaram prezidentimizga kattakon rahmat aytib qolamiz. Mana shu o'quv markazi tashkil etilganiga. Bu markaz yoshlar uchun bugungi kunda talab yuqori bo'lgan kasblarni o'rgatish, qolaversa yashil energetika sohasini yanada rivojlantirish uchun katta ahamiyatga ega.